Ada yana nimalarni tekshirib o'tiribsiz kamerada? Kobaltni ramasini o'g'lim. Kobaltni ramas. Chunki kobaltni ramasi ozgina такой muammo bilan chiqib kelgan. Sababi kobaltni mana shu stoykasidan, mana shu именно mana shunaqa joydan suv yig'ilib ramasiga saloncha sukradi. Lekin ko'chadagi bitta-ikkita aqlli ustalar nima qilyapti? Tashqaridan teshib qo'yishyapti ramani, чтобы suv bu yoqdan kirgan bo'lsa, ramasidan kirib, teshilgan joydan suv oqib ketishi uchun. Lekin ishni hal qildik deb o'ylashyapti. Deb o'ylashyapti konkret. Lekin afsuski katta muammoga yana duch kelishayotganini bilishmaydi. Albatta bunaqa ustalardan o'zinglar ehtiyot qilinglar. Buni konkret tekshirmasdan o'zini aybini konkretno topib, buni ta'minlashni maslahat tavsiyasini beraman bolalar. Haqiqatan ko'p ko'butlar suv kiryapti. Bilasizlar, ko'but bo'yicha men ko'p videolar olib chiqqanman, ko'p insonlar bilan bahs bo'lgan, ko'p sudlarga qatnashganman, bu ishtirok etganman, bu narsani 1000 marta tushuntirganman. Lekin yana bir marta aytaman, o'sha tushunmasdan, bilmasdan o'sha ustalar mana shunaqa joydan pastidan teshib qo'yapti, yana muammoni ko'paytiryapti. Unaqa ustalardan o'zinglarni cheklay olinglar. Iloji boricha Kartal Veterinariya murojaat etsanglar, o'zi kerak joylarni germetizatsiya, shum izolyatsiya qilib beradi va kerak bo'lsa sizga kafolatni ham beradi. Shu